xo'sh, mana mahirlarimiz hammamiz sahnimizdan o'tirdi turibdik. Endi o'yin o'ynash bosqichimizga kirib ketdik. Bugungi o'yin o'ynash bosqichimiz alayda bir xil. Ya'ni mahirlarimiz, mehmonlarimiz, cho'lponlarimiz diqqat. Men naqsh aytaman. Gulshan Mamatov, hamma ham shuning ichida hammamiz diqqat. Men azroq bir tushuncha berib qo'yay. Oldimizda mikrofon turibdi. Hozir mana shu sahnimizniki har qaysi yangiratqularda ma'lum bir naqsh chiqadi. Ma'lum bir naqshning birinchi misrasi yoki ikkinchi misrasi va yoki uchinchi, to'rtinchi yiz bo'lib bir kupleti aytilib qilishi mumkin. Ammo shuning keyinidagi to'xtagan aman shu naqshining oxirini biladiganlarimiz bo'lib qolsa, darhol shu mikrofonni oldiga berib keyingisini. Kim eng ko'p naqshini topa olsa, mukofot bo'ynimiz bakchiq. Rost. 3-2-1 mana. 3-2-1 mana ha. Tushundinglar bo'ldi-ya, qo'limdan nimning borlig'ini ya. Undaqsa naqshya qo'yulsun. Oy melide bir gül var, me ona anlatan, yüzleri anar güya, sonu tutar hemberden. Elleri güzel dünya, ey dünya Kemberhan. Ay Kemberhan. Vay Kemberhan deb boshqa. Kemberhan. Nereye acep uzun. Hoppa. İnsan kendini insan bir cümle, bir misal çıkarsanız. Ben sunniye kız ol. Saççalısa duranmayman, güzel mi duranmayman. Vay Kemberhan. İsil hatalıkın. Ay şkiş nasya. Ama ne etam sana peşte. Bira. Street etam. Yar dermun. Ay yaxshi ha. Yarni. Yaxshi. Buna yaxshi insanlar bolqinib qamaydi ekan, rolim qamaydi ekan, yaxshi yaraysizlar. Yana bir yangi biladigan naqshani qo'yib beringlar yaxshi. Bu kechida yurmam tanho. Salmadım ayda yüzümni. To'g'ri. Bu kechida yurmam tanho. Kendi bulduğumuz Allah. Ağırkı bir naqsh qaldi ya. Ağırkı bir naqsh kana diqqat qiling ha. Cho'qib ayta olaymiz ha. Ya tayyorlik qayerda qildim? Ay Gülistan. Yigitim şok. Gayda var yok. Hey. O bicara. Başka geri. Köyge balı şok ama ha. Pek şok ha. Ay rahmat. Ay dümüz müydü ki? Muşnaqşlarni ko'mda anglatimiz, lekin endi rosa et degan vaqtda teksisimiz kelmay qoldi ekan. Bundan keyin boshqa ishimiz bo'lmasa naqshlarni teksini jiqroq yotlab qo'ysak bo'ldi ekan. Hammalarning ishpadanglar shunday yaxshi bo'lib, bulubmanda boyaman deb o'tgandek Savrdanning yolg'iz kishilik naqsh kechirik bo'ldi. Savrdan boshlab berdi, Guliston bilan Abaykam ishqisi. Akkord. Shunda chiroyli tushirib berdinglar. Biz uchimiz Tamash shundaqlar usullar atrofidagi. Abayninki shu yigitim sho'q degan naqsh jugagini bakdi yaxshi. Yaxshi. Qaysi yigitim o'yini? Quloq bildik emasmi teksni? Ay rahmat. Teksni arimayman. Bundan keyin naqsh tekstlarini jiqroq yotlab turaylik. Yana biz programma qaytib kelgan vaqtimizda yangi naqshlarni berishimiz mumkin. Juma. Rahmat. Bayatın dedik bularga mukofot bo'yin berimiz. Programmaning davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, astidagi ulanmani bosib ko'ring.